Assalomu alaykum uzumchilikka qiziqadigan aka-ukalar va bobo dehqonlar. Bugun 2025-yil 15-sentyabr sanasi. Mana shu tayp uzumlarimizni 6800 so'mdan sotdik. Bugun uzishimiz kerak edi. Yomg'ir yog'gani tufayli uzolmadik. Endi ertaga uzamiz. Narxi tayp uzumning ancha ko'tarilib qoldi yana. Mana juda ham chiroyli holatda uzumlarimiz. Bu endi uzumlarimizni uzib sotganimizdan keyin uzumlarimizni mana shunday chiroyli holatda keyingi yil yana shunaqa chiroyli holatda bo'lish uchun qanday ishlar qilamiz? Sizlar bilan shuni hozir gaplashib o'tamiz. Qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Mana shu uzumning tibidan 60 sm uzoqlikda, oldidan bo'laman, orqasidan bilan farqi yo'q. 60 sm uzoqlikda birga bir kvadrat shaklida ko'lab olamiz. 60 sm uzoqlikda va 70 sm chuqurlikda ko'laymiz va unga kamida yarim g'altak molning go'ngi yoki qo'yning go'ngi bo'lsa ham bo'laveradi. Shuni tashlaymiz va yuzini tuproq bilan bilinar bilinmas qilib ko'mib qo'yamiz. Har bir tupni shunday qilib chiqamiz. O'shanda uzumimiz kelasi yil ham shunaqa chiroyli va sifatli uzum beradi. Nega deganda biz o'zimiz shuni sinab ko'rdik. Oldingi yil bir 10 tupda sinab ko'rdik. Juda ham chiroyli sifatli uzum berdi. Qolganlarga nisbatan. Ham shunaqa qilib ko'mib chiqsak, har bir tupning tagiga yarim g'altak darsini 60 sm uzoqlikda chuqurlikda, 70 sm chuqurlikda, 60 sm uzoqlikda ko'msak, uzumlarimizga plis kasalligi tushishi, chirishi deyarli yo'q bo'lar ekan. Uzum quvvatli bo'lsa, ojiz bo'lmasa, kasalliklarga kam chalinar ekan. Siz ming Folikur sepasizmi, Impact sepasizmi, yo Rex dorilarni sepasizmi? Har qanday ishlov beravering, uzumingiz quvvati kam bo'lsa, uzumga plis kasali, nima desam ekan, ko'p odam tushunish uchun olduyim kasali deydi ko'p odam. Chirish kasalliklari ham sho'ltiq bo'lib qoladi. Shular deyarli yo'q bo'lar ekan. Mana biz sinab ko'rdik shuni o'zimiz. Biz o'zimiz sinamaguncha hech kimga tavsiya qilmaymiz. Uzumlarimiz juda ham chiroyli holatda. Sizlarga ham shuni tavsiya qilib qolamiz. Mana shunaqa chiroyli uzumlar yetishtiramiz desangiz, amalda sinab ko'ring. Biz erta bahordan uzumlarning xom tagini olganimizdan keyin aprel oyining oxirlarida xom tagini olamiz uzumlarimizning. Folikur sepamiz. Aprel oyining oxirlarida xom tag olamiz. O'sha olib bo'lganimizdan keyin gullashdan oldin bir marta folikur sepib chiqamiz. Keyin guldan keyin yana bir marta sepamiz. To asing avgust oyigacha hech qanaqa dori sepmaymiz. Avgust oylarining boshlarida yana bir marta folikur sepamiz. Uzumimiz mana shunaqa chiroyli holatda turadi. Mana bu ham chiroyli holatda uzumlarimiz. Deyarli nimasi yo'q, chirigi yo'q. Siz ham shunaqa chiroyli, sifatli uzum yetishtirmoqchi bo'lsangiz, albatta biz bergan tavsiyalarga amal qiling. Biz o'zimiz sinamayincha hech kimga tavsiya qilmaymiz. Bizni kuzatib boring. Kelgusi videolarimizda hozir bergan tavsiyalarimizni amalda sizlarga qilib ko'rsatamiz. Hozir vaqtimiz uncha yo'qroq, shuning uchun og'zaki ravishda tushuntirib o'tmoqdaman. Bizga like bosing, obuna bo'ling, biz albatta xursand bo'lamiz.